Koreyslar yomon ko'radigan 4 ta fakt. Birinchisi, agar Koreyaga kelib, Koreys davlati, ya'ni Koreys xalqini boshqa xalq bilan birgalikda solishtirsangiz, koreyslarni asabi buzib urvorish ham mumkin. Ayniqsa Xitoy bilan Koreyani umuman solishtirish mumkin emas. Ikkinchisi, agar Koreys sizga ovqat sotib olib bersa, bo'lmasam pishirib bersa, siz yemasangiz, u Koreys sizni ovqatingiz haqida yomon o'ylayapti deb, o'zi pishirgan ovqat haqida yomon o'ylayapti deb, sizga qaytib gapirmasligi ham mumkin. Uchinchisi, Koreyaga kelganingizda yoshi katta, yoshi kichikka neformalni, ya'ni formal ishlatsangiz, koreyslarning asabi rosa ham buzilib, so'kishgacha boradi. Oxirgi to'rtinchisi, Koreyaga kelganingizda koreyslarni uyiga kirishdan oldin shimbal, ya'ni oyoq kiyimingizni yechib kirishingiz lozim. O'zbekistonda ham shunaqa, lekin Koreyada kiraverishda o'sha eshikni ochish bilan oyoq kiyim yechib, keyin uyga kiriladi. Yana ham ko'proq Koreya haqida bilishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.